Yaxshi bodash. Yaxshi, o'tiramiz. Yana akşam tutdimi? Akşam bitti. Biroq bugun eng muhimi nima deysanglar? Do'stimiz Aliyaning yangi naqshi chiqdi-ku, hasrat deb. Sen chaqana. Men pek bu naqsh amroq bo'lib bundan kelishim bugun. Ham bir Aliya o'zimi kildi. O'zi so'rab etdim ba. O'zidan so'radim. O'zi kildi shuni bir. Selamat tishqa. Yanaqsingizni ertaylab gel o'yib deb kelgan. Ketdim kirib bo'lgachaning paytida. Tugaylab qoldi, biroq bu o'yinni tugaylab qoldi. Tugaylab qoldimi? Qani Aliya mana chaqqan. Kunogin degan gap bo'libdi. Kechichi xuma yosh tugab, muhabbatimni aslab, nega shu aslab nega yig'lab uydan oxiri etdim bu naqshni. Janob ishqonlar kelibsizlar. To'yinga tartgan bo'lgan-ki, biz bunda bir o'tirib bir suhbatlashdik. Farruh sen bilan bu tunji ipak yo'l chiqayotgan shoir bo'ldimni chaldi. Shunga hozir qadar xeltiq naqshdan chap bo'ldim. Uni aslida moda o'g'allarimni chiqoldi. Sen bilan? Sen bilan yurayman. Sen bilan. Ashuni qarlashdik. Undan siz bilan mu oldi ketdim bir ijodiyat. Undan ma bir naqsha ishkimiz hamkorlashib bo'ldi. Biz naqshimiz jiq qo'ydik emas. Xel jiq naqsh qarza. Modum maydo degan naqshni tarang turib moda bitirgan bo'lsa abay degandek. Berdi bu bizden savol so'rayotgan. Bizmi bundan bir savol so'rab qilay. Senmi bizning bir gap so'zlarimizni aqlab baqqan bo'lsan, sen mana bizning muzikamizni chap, ham ishlarimizni, xizmatimizni bo'lib qildimasdan malda so'ray. Masalan, shu Aliya yoki men yoki haq. Shu biz endi sana naqshni akagan chaqdimda, balki telefonki loying bilan akilimiz. Sen qanda masalan farq qilalaysa bu zodi yaxshi ijodiyatmi yoki bo'lmasmi, qanda qilsam bular yoki qanda chalsam bu naqshi bir taxmi bir yuqori bir pallaga chiqa bir xalq bir yaxshi ko'rgidek bir darajaga opirami deb qanda o'ylaysan? Masalan, men qulamga cho'ng ustoz akalarimiz keldi. Undan men yangi tirishayotgan bo'lim keldi. Bularning har xil naqshni olsam, men cho'qim ma'nosi bo'lmaydi-ku deb unda desam qattiq qamlashmaydi. Chunki ashu naqshbek payzib ketmisimi? Ashu naqshini ashu bola hissiyati bilan ijod qilganda uni. Andiki men u muzikani amalda chiroyli ishlab, bo'ldi desam bo'ldi. Abalık evetsem o razı olur. Razı bo'lgandan keyin abal aytgan evetmez, angina aytganini anglab, uyamiz uni oldida o'zim chapib bir aytib berma. O'zim aytib evet berma. Manda aytdim. Manda siz texim chiroq chiqib gap, anda bir tweet aytdim. Ustozlar aytib men o'gitdi, men manda qilsam payzul kerak. Ular anglayman. Qilib naqshda mijda tutib qoldik ya. Undan keyin men ko'nglimdan baja vaqtida ikkimiz ma'naqshini modum maydo degan naqshni tarang turib moda bitirgan bo'lsa abay deganda. Ma'nosi dehshat bo'ldi. Kechech o'tirib do bir mo'jizalar binadek do'g'ib bitib dehshat aqsa chiqqan naqshlar bazada modumay qoldi. Shunda kavjilar chiqqan, ahonlar chiroyli 5 changon aytayotgan. Modumay qolganda aytib qo'ygan naqsh baza shunda qo'lib bitdi. Shuni bir naqshdan qo'li bo'lishi, qo'lmaslikqa o qattiq babag bo'lmaydigan bir odat tutdi. Shu naqshni o'zi yoqtirib etsa, ham yaxshi chalsam ishchilaydi. Endi uni undan baho berib, mana shu ma ijodiyat yaxshiki, men ularmizga ma'qul bo'lmaydi deb. Shu musiqamni jixlab qo'yam keram kam dedi-ku, sen chaldingmi deb. Jix naqshlarning moda bo'lishi hamda pardaqsi qahramonlarni biz naqshdan anglab kim aytibdi, voy payz chiqibdi deb o'ylayotganmiz. Lekin Japan eng cho'ng chekkadan işte kechim kunduz ulab qaytmış. Hem de özüm çoğu çünkü arlaşmağının bilen his qılalayman çoş digenlerden qağalardan. Bir gence kep qalsa uxlayotgan joyimni qo'poplan berib qıvamsam esimni chiqib qolmasin deb işte bo'lib ketdim. Shuning uchun bu ishimni osam eski endi. Shuning uchun mening deydig'inim Murat Musa bizningki mush yaqinda bulamni burnin tatib bulamni nurg'un naqshlarni vujudga chiqargan ben tushuvchi yan cho'ngdan tatib bor. Endi biz cho'ng bilamiz. Cho'ng bilgachga izlab o'zimi cho'ng yuzimni cho'ng ismim bir xil cho'nglar Murat Musa deb
Bizden müziklerimizni kılatkan şu Murat Musa şu bunun kenemde teşvikat kıpıya haksız gonga olan. Ne peki? Müştak yaxşı dostlarımız bolup kalsa, yaxşı müzikatlarını gavcılayan. Hem de kısan buldu deydiğanlar bolsa, müştak kep söhbetleşip, bolsa bolganca bulmasa yaxşı fikirlerini bereleydi dep oylayman. Murat Musa'lar üçün yaxşı qollab qoyunlar. Farih Nurlan efendimni qollab qoyunlar. Tata bir çoğun fenkerazga qısam. Tönegin Pinglunda nem bende bizge bügelam akşam sorgan menden manaşını aytaydı endim ben zubamdı dep toluq bolsun. Rahmat, sizden